Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon viloyati Xonobod shahridagi bitta sexga yetib kelganmiz. Bu yerda chorvachilik yo'nalishi bo'yicha barcha uskunalar, texnologiyalarni ishlab chiqaradigan joy. Xudo xolasa manfaatli bo'lsa, like va podpiska tugmalarini bosishga davom etinglar. Biz sizlarga bitta-bitta tanishtirishni boshlaymiz. Bu yerda usta akalarimiz bor, shulardan bitta-bitta so'raymiz. Kamchiligini sizlar yozib olasizlar kommentda. Assalomu alaykum. Jon aka, assalomu alaykum aka. Charchamaysiz? Assalomu alaykum. Shukr o'zingizlar. Bizlar borgan chiqib qoldik. Ha, xudo xolasa. Aka, bu yerda qanaqa nimalar ishlab chiqariladi? Bu yerda menimcha ko'p Bu yerda asosan suxoy sement apparatlarimiz, keyin granula ishlab chiqaradigan apparatlarimiz, har xil turdagi shineylarimiz bor. Bu yerda granulyator ham bor ekan. Ha, bu yerda granulyator bor, bu granula qiladigan. Raketa, mishalka hammasi bor ekan. Xo'p, bu yerda zakazga qarab qilib berilaveradi, yana. Zakazga qarab qilinaveradi. Bu yerda drabilkalar ham bor ekan. Bular hammasi 380 ga ishlaydi. Bular 380 ga ishlaydi hammasi. Bitta bu pul narxlarini haligi aloqaga chiqqanda keyin gaplashinaveradi, pullar. Ularga gaplashinaveradi. Buni biz 1,5 tonnali mishalka bu tayyor bo'layotgan jarayoni. Yem mishalkamiz, aralashtiradigan. Katta fermasi bolalarga ketilaveradi. Ketilaveradi. Mana bu kattalari 4 tonnali, shuni kattasi 4 tonnaligi. Mana bu zapasnoy bunker ikkalasi. Narigi tomondagi. Bu tomondagi mishalkasi 4 tonna mahsulotni aralashtiraveradi bemalol. 4 tonnagacha yem mahsulotlarini. Bu tayyor bo'libdi pashti. Ha, bo'lsa biz tayyor pashti. Qayerga ketadi? Qo'qonga ketyapti. Qo'qonga ketadi. O'tgan safar Qoraqalpog'istonga berib yuborganlar. Qoraqalpoqqa ketgan. Bu dastlabkilar qanaqa? O'zinglar dastlabkilari kelishilgan holatda. Do'stlar, mana dastlabkilari kelishilgan holatda u yog'i alohida telefonda bittadan ishlar hammasi. Bu shineylarimiz, bu 6,5 metrli shinegimiz. 6,5 metrli shu abarobini, shu liniyamizni shinegi. Zapasnoy bunkerga mishalkadan tashlab beradigan. Bu shineg adashmasam bu yem nimaga ham ketaveradi? Stavlarga ham anavi qoplaydigan rodminlar bor, ashlarga ham ketaveradi. Mana rodminlarga mana bular ketadi. Mana bu shineylar ketadi mana. Tayyor. Bu shineylarimiz shu rodminlarga, yemnikiga ham ketaveradi. Hop, mana do'stlar, ko'ringlar. Yo'qsa aloqaga chiqaveradi, shunga kerak bo'lsa. Mini drabilkalar. Bular 380 ga, 220 ga bular. Bular 220 ga. Zakazga qarab bular hammasi. Bu tishlarini o'zlari xohlaganda tishi qanaqa bo'ladi tishlari bu? Tishlarimiz shu kamida 12 talik bo'ladi. Haligi aralash tishdan bo'ladi. Tishi yo'q bu yerda ichida hozir. Mana bu yerda tayyor bor. Bu tishlari yem hashak donani olaveradi. Ha, yem hashak don. Mana do'stlar, mana bu yerda takarli ishlovlar, bu yerda usta akalarimiz ishlamoqda. Hop, bir yana bir aylantirib qo'yaymi o'zi? Mana bunachilar tayyor shineg mana, shineg deyiladi. Tayyor bo'layotgan shinegimiz. Bu shineg. Kimga shunaqa shineglar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Hop, kichkinasi kattasi razmeriga qarab qilinalar ekan usta akalarimiz tomonidan. Qiziq yo'q ekan. Ular chorvachilik deysizlarmi, rodman, shpakilovka, kilek ishlab chiqaradigan joylar bo'ladi, shunaqa sexlar. Ana shularga tegishli barcha uskunalar ishlab chiqaradi deydi. Bu yerda egasi hozir Usmon aka bo'ladi, hozir u akamiz yo'q. U akaning nomeri ishchi boshqaruvchisining nomerini qo'yib qo'yamiz. Kerak bo'lsa aloqaga chiqib bemalol gaplashinglar. Hop. Bu yoqda mana men buni ko'rsataman. Bular 4 tonnali dedi. Bular bitta liniya hisoblanadi. Katta chorvalar uchun mana. Katta liniya. Hop. Bular bitta ketadi, hozir ketilganda. Ular hozir Qo'qonga chiqib ketish kerak ekan. Mana kafilni klek, spakilovka mana shular uchun chiqariladigan mana hisobot. Bularning pul narxlarini shu telefon orqali bitar ekan. Motorlari, aylanish. Hop. Bulari. Mana shunaqa gaplar do'stlar, baholasa yo'qsa aloqaga chiqib bexijolat. Mana bitta bu yoqda ham bor ekan. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari bor. Kelishilgan holatda albatta. Kechagina Qoraqalpoqqa ketdi, hozir Qo'qonga
Qirg'iziston qo'shni davlatlariga ham ketaveradi. Bu kichkinaligi chaqdirda tortib ko'radi buni, shashilib. Bu yog'i kelishilgan holatda. Kichkinada. Chiqaveradilar, katta chorvadorlar, kichik Manzara chorvadorlar, ochiq qolsa ham tepib barcha qo'yadi. qo'y boqadigan aka-ukalarimizga qanaqangi texnikalar kerak bo'lsa, hammasi mana shu yerda joy bor. Rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'linglar, like tugmasini bosinglar. Va bundan da videolarni yaxshiroq chiqarishga harakat qilamiz inshaalloh.